Assalomu alaykum. Agarda siz shu yergacha kelgan bo'lsangiz, demak siz kelajakda rostdan ham kuchli, tajribali shifokor bo'lish yoki bo'lmasa o'zingizni tibbiy karyerangizni chet elda davom ettirish niyatingiz bor. Va aynan shu uchun siz birinchi o'zingizni qadamingizni qo'ydingiz. Sizni tabriklayman, chunki men hozir sizga o'rgatadigan metodika, men hozir o'rgatadigan yo'llar orqali siz aynan shuni bemalol oson amalga oshirsangiz bo'ladi. Endi hozir do'stlar, men tibbiyotda o'rganayotganingizda nimaga aynan USMLE orqali o'rganishingiz kerakligini tushuntirib o'tmoqchiman. Agarda siz O'zbekistonda qolib eng zo'r shifokor bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa chet elda o'zingizni karyerangizni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, masalan, Amerikada shifokor bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki bo'lmasa Middle East, ya'ni haligi Qatarda, Saudiya Arabistonda yoki Yangi Zelandiyada misol uchun o'zingizni tibbiy karyerangizni davom ettirmoqchi bo'lsangiz, USMLE siz uchun eng mukammal, eng to'g'ri yo'l hisoblanadi. Mana shu gapimni hozir isbotlab beraman, chunki USMLE do'stlar o'zini isbotini topgan, maqolalar orqali aytaylik, faqat va faqat hayotda ishlatishingiz mumkin bo'lgan bilimlarnigina o'rganganingiz uchun siz o'qiyotgan narsangizni уже hayotda ko'ra olasiz va qo'llay olasiz. Keling, men bitta kasallik misolida sizga USMLEni tushuntirib berishga harakat qilaman. Keling, oddiy Kalman sindromi misolida ko'rib chiqamiz. Bu bitta kasallik, ya'ni bitta sindrom do'stlar. Biz har qanaqa kasallikni USMLEda o'rganayotganimiz 5 ta qismga nisbatan bo'lib o'rganamiz. Xo'p, bu qaysi qism? Birinchisi definition, ya'ni kasallik deganda xayolimizga birinchi nima keladi? Bu uni ta'rifi do'stlar. Demak, uni birinchi qismi. Ikkinchi qism do'stlar, uni patogenezi, etiologiyasi, ya'ni rivojlanishiga sababchi bo'ladi. Ya'ni va kasallikni rivojlanish ketma-ketligi. Demak, uni ikkinchi qismi. Va uchinchi qismi do'stlar presentation yoki manifestation, ya'ni namoyon bo'lishi. Qanaqa belgilar bilan kasallik namoyon bo'ladi? Biz uni uchinchi qismga bo'lib olamiz va kasallikni diagnoz qo'yishimiz. Ya'ni biz bir xillari odatda mana Kalman sindromida ham tashqi belgilariga qarab biz gumon qilamiz, birlamchi diagnoz qo'yishimiz mumkin va uni tasdiqlash uchun albatta qon va boshqa analizlar, biopsiya va shunga o'xshagan boshqa analizdan topshirishimiz mumkin. Boshqa kasalliklarda uni aytamiz, ya'ni diagnoz qo'yish deymiz. Ya'ni diagnoz qo'yish, demak DX deymiz bu narsani. Demak 4-qism va 5-qism do'stlar davolash, treatment. Demak, mana shu 5 ta qismga bo'lib o'rganamiz va bu 5 ta qismni agar yaxshi o'rganadigan bo'lsak, biz tez, oson diagnoz qo'yishimiz va xalqaro darajadagi, ya'ni bu degani nima degani? Chet eldagi biror bir shifokor bilan sizning gapingizga mos bo'ladi. Men juda ham ko'p misol keltiraman. Hindistonliklarga tarjima qilib turganimda, ayrim men o'zimni ruscha va o'zbekcha adabiyotlarda o'qigan diagnozlarim Hindistondagi shifokorlarni, professorlarni diagnoziga mos bo'lmasdi ayrim paytlar. Ya'ni chunki bizda rus tilida o'qigan ayrim terminlar ular bilan mos bo'lmasdi. Ana shu muammo sizda bo'lmaydi agar siz USMLE o'qiydigan bo'lsangiz. Xullas, hozir Kalman sindromida do'stlar, bemor sizga nimalar bilan shikoyat qilib keladi? Odatda bemorda ya'ni pubertat yoshiga yetgan bo'lsa ham uni ikkilamchi belgilari namoyon bo'lmagan bo'ladi. Demak, ikkilamchi belgilar deganda haligi ayollarda sut bezlari, erkaklarda tuklar hali chiqmagan bo'ladi. Misol uchun aytaylik, ikkilamchi jinsiy belgilar deganda, demak, skrotummi yoki penisi kattalashishi va hokazo. Qo'l sohasida, qo'ltiq sohasida tuklarning paydo bo'lishi, mana shular yaxshi rivojlanmagan bo'ladi. Va eng muhimi, demak, ayollarda nima bo'ladi? Amenorreya, ya'ni menstruatsiyaning bo'lmasligi, erkaklarda spermatozoidlarning juda ham past bo'lib ketishi, mana shular bilan shikoyat qilib keladi. Va yana bitta o'ziga xos belgisi Kalman sindromi, bemor hid bilmaslik bilan, hid sezmaslik bilan shikoyat qilib keladi. Demak, agarda tekshiradigan bo'lsak, Kalman sindromini qonda gonadotropin releasing hormon kam, shuni hisobiga FSH, LH gormonlari kam va shuni hisobiga testosteron qonda kam bo'ladi. Ayollarda estrogen kam bo'ladi. Demak, do'stlar, nima uchun bunday sodir bo'lyapti? Chunki bizda mana bu gipotalamus desak, hypothalamus desak, mana bu pituitary desak, bu gipotalamus, pituitary deganda bu gipofizni nazarda tutyapmiz va u keyinchalik boshqaradi, albatta erkaklarda testisni, ayollarda ovaryni.
Demak, testis bilan ovary keyinchalik, misol uchun aytaylik, kelaylik boshqacha rangda qilamiz. Erkaklarda testosteron ishlab chiqaradi. Erkaklar misolida hozir ko'rib chiqaylik. Testosteron, hipotalamus albatta gonadotropin releasing hormon ishlab chiqaradi. U kuchaytiradi FSH va LH ni ishlab chiqarilishini va o'z navbatida ular testosteronni ishlab chiqarilishini kuchaytiradi. Hozirgi holatda do'stlar, birlamchi o'zgarish Kalman sindromida bu, kelaylik men yashil rangda qilaman. Birlamchi o'zgarish nima bo'lyapti? Defective migration of neurons and subsequently failure of olfactory bulb to develop. Ya'ni bizda neyronlarning migratsiyasi buzildi. Shuni hisobiga nima bo'ldi desa, shuni hisobiga gonadotropin releasing hormonni gipotalamusdan sintezi buzildi. Demak, birlamchi o'zgarish mana bu yerda ekan. Gonadotropin releasing hormon kam. U kam bo'lganligi uchun FSH LH past, u kam bo'lganligi uchun testosteron kam. O'shaning uchun ham do'stlar, nima deymiz buni? Ya'ni bizda gonadotropin releasing hormon FSH LH past, ya'ni miyadan ishlab chiqariladigan, yuqoridan ishlab chiqariladigan boshqariluvchi gormonlar kam. Shuni hisobiga testosteron erkaklarda, ayollarda esa estrogen kam bo'ladi. O'shaning uchun ham bu diagnozni nima deymiz desa, buni hypogonadotropic, ya'ni gonadotroplar kam, hypogonadizm, ya'ni testosteron kam, shuni hisobiga ikkilamchi jinsiy belgilar yaxshi rivojlanmagan. Demak, Kalman sindrom hypogonadotropic, hypogonadizmning bir turi hisoblanar ekan do'stlar. Demak, biz bilib oldik hozir kasallikni ta'rifini. Tepada gormonlar kam bo'lgani uchun pastda testosdagi ovarydan gormonlar kam chiqyapti va u nima uchun sodir bo'lyapti? Chunki embrional paytda ma'lum turdagi gonadotropin releasing hormon ishlab chiqaradigan neyronlar migratsiya bo'lmaganligi uchun uni yonida joylashgan olfactory bulb, ya'ni hid bilishni ta'minlaydigan neyronlar ham yaxshi rivojlanmaydi. Shuni hisobiga do'stlar bizda anosmiya sodir bo'ladi. Ya'ni hid bilmay qoladi. Gonadotropin releasing hormon ishlab chiqaradigan neyronlar kelmaganligi uchun do'stlar, mana bu demak ikkilamchi jinsiy belgilar, ayollarda amenorrea, erkaklarda keyinchalik spermatozoidning hosil bo'lmasligi kabi belgilar rivojlanadi. Xo'p, endi qanday davo qilsak bo'ladi bu odamlarga? Demak, hali aytdim do'stlar, mana bu belgilarga qarab, ikkilamchi jinsiy belgilar rivojlanmasligi, amenorrea va testosteron amenorrea va erkaklarda spermatozoidning juda ham kamligi, demak bu belgilar. Mana shuni eshitganimizdan keyin biz qon tahlilini topshirsak, mana bularni ko'radigan bo'lsak, demak bu diagnoz qo'yishimizga demak asos bo'la oladi. Kalman sindromi diagnozini qo'yishimizga asos bo'la oladi. Endi davo nima bo'ladi? Endi bu tug'ma bo'lganligi uchun gonadotropin releasing hormon ishlab chiqaradigan demak hujayralar bo'lmaganligi uchun bularning davosi nima bo'ladi? Albatta gormonal terapiya bo'ladi do'stlar. Xo'p, mana bu yerda ko'rib turibsiz do'stlar, demak olfactory epithelium demak migratsiyasi buzildi, ma'lum turdagi neyronlarning migratsiyasi buzildi. Shuni hisobiga keyinchalik gonadotropin releasing hormon kam, demak hypogonadotropic bo'ladi. Shuni hisobiga keyinchalik testosda ham gormonlar kam ishlab chiqariladi. O'shaning uchun ham hypogonadotropic, hypogonadizmni demak biz bir turi deb ayta olamiz Kalman sindromini. Endi mana bu yerda hamma gapirgan gapimiz demak tasvirlangan do'stlar. Defective neyron bo'ldi, shuni hisobiga gonadotropin releasing hormon kam, mana uni hisobiga FSH LH past, shuni hisobiga testosteron, progesteron va estrogen past bo'ladi do'stlar. Endi olfactory neyron yaxshi bo'lmaganligi uchun do'stlar, demak hyposmiya, hid bilishni kamayishi yoki bo'lmasa umuman hidni sezmasligi holatlarini ko'rishimiz mumkin. Demak, ayollarda hali aytgandek, primary amenorrhea, ya'ni umrida bir marta ham menstruatsiya ko'rmaganligini ko'rishimiz mumkin. Va ikkilamchi jinsiy belgilar, mana sut bezi rivojlanmasligini ko'rishimiz mumkin. Erkaklarda esa erectile dysfunction, testosteron kam bo'lganligi uchun erection bo'lmasligi va spermatozoidlarni hosil bo'lmasligini ko'ramiz. Chunki testosteron bo'lmasa, do'stlar, albatta spermatozoidlar rivojlanmaydi. Shuni bilib olishimiz kerak.
mana shu qismlarga bo'lib va hayotda uchrash chastotasi juda ham yuqori bo'ladigan belgilar. Ya'ni biz agar mana bu belgilarni ko'rsak, gumon qilamiz Kalmanga va qondagi mana bu analiz orqali biz tasdiqlaymiz gumonimizni. Va biza aytaylik keysda kelishi mumkin yoki bo'lmasa uni sababini so'rashi mumkin. Biz sababini ham, patogenezini ham o'rganib keta olamiz. Do'stlar, mana shu har qanaqa kasallikka mana shunday yondashuvni amalga oshiramiz va mana shu yondashuv bo'lganligi uchun siz xohlagan kasallikka tez, oson demak diagnoz qo'ya olasiz. Va eng qizig'i, Amerikada ham shifokorlar, doktorlar aynan shunday fikrlashadi va siz bir-biringizni oson tushuna olasiz. Endi USMLEni o'rganayotganda nimaga aynan Indok o'quv markazi bilan o'rganish kerak? Mana shu savolga kelaylik, men qisqa lo'nda javob beraman. Meni otim do'stlar Abbosxon, men USMLE step 1 va step 2 ni topshirib, OET imtihonini ham topshirib, ya'ni OET Occupation English Test uni ham topshirib, ESFMG sertifikatini olganman. O'zim taraqqiyot xirurg, ya'ni shifokorman do'stlar. Ya'ni 5 yildan beri USMLEdan dars beramiz va ma'lum bir tizim qurganmiz do'stlar. Unikal, O'zbekistonda emas, butun dunyoda yo'q bo'lgan tizimni qurganmiz. Mana shu tizim haqida sizga qisqa lo'nda hozir tushuntirib bermoqchiman. Nimaga siz agar USMLE o'rganmoqchi bo'lsangiz, Indok bilan o'rganadigan bo'lsangiz, sizga ancha oson bo'ladi. Keling shuni tushuntirib beraman. Xo'p, o'zi xohlagan odamni olaylik, tibbiyot talabasini, uni asosiy maqsadi rostdan ham kuchli, yaxshi shifokor bo'lish bo'ladi-da. Va unga ikkita yo'l bilan, ikkita narsani bilish orqali, ikkita narsani o'zlashtirish orqali erishish kerak. Erishsa bo'ladi. Birinchisi do'stlar, kuchli bilim. Lekin kuchli bilim o'zi yetmaydi. Kuchli bilimni biz tajriba orqali, aynan o'sha narsani amaliyotda qilish orqali, amaliyotda aytaylik, orttiriladigan narsalar bo'ladi-da. Aynan shuni ikkitasini birlashtirish orqali biz yaxshi shifokor bo'la olamiz. Kuchli bilim deganda nima tushunamiz do'stlar? Eng oxirgi hozir aytaylik qilinayotgan eng oxirgi metodikalar, eng oxirgi testlar, dorilar, mana shu orqali siz eng oxirgi bilimlarni o'zlashtirasiz. Demak, kuchli bilim deganda biz eng oxirgi hozir ishlatilayotgan demak bilimlarni tushunamiz. Mana shu biz USMLE orqali o'rganamiz. Demak do'stlar, demak Indokda siz eng oxirgi metodikalar, testlar, dorilarni, uni mexanizmlarini o'rganib kelasiz. Ikkinchisi do'stlar, eng oxirgi standartlarni o'rganasiz. Ya'ni standart deganda mana bu qadamdan keyin mana bu qadam. Mana bu narsalarni ko'rsangiz, ya'ni 3 ta narsani ko'rsangiz, demak diagnoz mana bu narsa bo'lar ekan. Yoki aytaylik, mana bu belgilarni ko'radigan bo'lsangiz, katta ehtimol bilan qonda mana bunday o'zgarish bo'ladi va to'g'ri diagnoz mana bunday. Ya'ni bizda pattern deymiz bu narsani. Keywordlar, kalit so'zlar, kalit belgilar va patternlar, ya'ni ketma-ketlik, 2-3 ta simptomlar, belgilarning ketma-ketligi, mana shuni bilish orqali siz professional, oson, tez va stresslasiz diagnoz qo'ya olasiz. Mana shu o'rganayotgan narsalaringiz do'stlar, qandaydir nechadir yil oldin yozilgan kitoblardan emas, balki eng oxirgi yozilgan maqolalardan olingan bo'ladi. PubMeddan yoki bo'lmasa haligi misol uchun aytaylik, Amerikadagi eng oxirgi maqolalardan olingan demak ma'lumotlar bo'ladi. Ya'ni real hayotda qilingan, hozir o'z tasdig'ini topgan demak maqolalar asosida siz kasalliklarni o'rganasiz. Misol uchun UWorld case'larni yechayotganingizda, case'larning eng oxirida o'sha oxirgi shu case'lar qaysi ma'lumotlarga asoslanib sizga berilyapti, o'shani linki bo'ladi. O'sha link orqali o'tib maqolani o'qib chiqsangiz ham bo'ladi. Ya'ni biz qaysidir kitoblardan keyin case ishlamaymiz. Biz maqolalardan case tuzamiz va o'sha case'larni keyin o'rganamiz. Bu juda ham ikki xil narsa. Ya'ni bizning sistemamizda DTM testlar qanaqa tuziladi? Qaysidir kitob yoziladi, o'sha kitobdan kelib chiqib test tuziladi. Bizdachi maqolalar o'zini tasdig'ini topgan, har xil nechidir mingta odamlarda qilib o'tirgan qaysidir ilmiy ish, shundan biz case tuzamiz va case'larni keyin o'rganamiz. Keyingisi do'stlar, siz har bitta kasallikka molekulyar darajada yondashasiz. Bu nima olib keladi sizga? Bitta kasallikni geni, qanday genda mutatsiya bo'lgan, uni natijasida qanday oqsillar sintezi buzildi, uni hisobiga qaysi retseptor ishlamayapti yoki kanal ishlamayapti, shuni hisobiga qanday aytaylik belgilar yuzaga keldi, qanday dori berasiz shuni hisobiga.
molekulyar darajada o'rganganingiz uchun yangi chiqayotgan maqolalarni, yangi chiqayotgan Nobel mukofoti olingan olimlarning qilgan ishlarini yoki bo'lmasa siz keyinchalik ilmiy ish qilmoqchi bo'lsangiz, har bitta qadamlarni oson, chuqur tushunib yetasiz. Bu juda ham katta sizga ustunlik beradi. Har qanaqa bitta qilinayotgan ishni bitta o'qib tushuna olasiz. Bu juda ham sizga katta ustunlik beradi. Va to'rtinchisi do'stlar, kasalliklarni diagnostika qilish. Ya'ni kasalliklarni oson bir-biridan farqlash. Ya'ni doktor House ko'rganmisiz? Mana bu belgilar bilan bemor keldi, nima kasallik bo'lishi mumkin? Demak, uni shogirdlari 5-6 ta kasallikni aytadi-da, mana bu belgi bo'lganligi uchun mana bu kasallikni istisno qilamiz. Mana bu belgi bo'lganligi uchun mana bu ikkita kasallik xato bo'lishi mumkin emas deyishadi-da, test differensial diagnostika qilishadi. Aynan shuni siz aynan yo'sinli orqali tez o'zlashtirsangiz bo'ladi. Va sizda shunaqangi narsa bo'ladiki, siz agar chuqur o'rganadigan bo'lsangiz, sizda mavhumlik yo'qoladi. Mana men o'zim misolimda aytaman, patofiziologiya va fiziologiya fanlarini o'qiganimda 4-5 ta kitoblarni o'qisam ham menda bitta mavhumlik bo'lardi, ya'ni bitta qolip shakllanmasdi. Yo'sinli orqali sizda bitta qolip matritsa shakllanadi va tibbiyot 85%, 80% holatlarda siz qilishingiz mumkin bo'lgan ish aniq bo'ladi. Albatta kasallikda atipikal holatlar bo'ladi, ya'ni nostandart yechim qilish kerak bo'ladigan holatlar bo'ladi. Lekin do'stlar, 85%, 90% holatlarda 2 kara 2 4 dek o'zingizda kuchli ishonch bo'ladi. Do'stlar, tibbiyotni 2 kara 2 4 dek o'rganasiz degani, siz o'zingizga bo'lgan ishonch shunaqangi ortadiki, do'stlar, institutni bitirganingizdan keyin, USMLE step 1, step 2 ni topshirganingizdan keyin o'zingizga bo'lgan ishonch shunaqangi ortadiki, siz bemalol xohlagan joyingizga borib, eng zo'r professorga shogird tushib, uni 5 yildan beri yonida yurgan shogirdidan 1 yil ichida o'zib ketish imkoniyatingiz bo'ladi. Ya'ni eng zo'r professori, eng zo'r shogirdi bo'la olasiz. Chunki har bitta qadamini osongina o'rgana olasiz va his qila olasiz. Mana shu hammasini biz kuchli bilim deya olamiz va shu narsani sizga o'rgata olamiz. Endi tajribani ikkinchi qismi do'stlar, yaxshi shifokor bo'lish ikkita holatda o'rgansak bo'ladi. Birinchisi, real qilinadigan amaliyotdagi xatoliklar orqali o'rgansangiz bo'ladi yoki bo'lmasa o'shani simulyatsiya qilish orqali o'rgansangiz bo'ladi. Demak, mana bu minglab xatolar orqali o'zlashtirilsa, simulyatsiya o'sha qilingan xatolarni keyslar orqali o'rganish orqali biz o'rgansangiz bo'ladi. Demak, real xatolarda biz ko'plab qurbonliklar keltiramiz, ko'plab xato qilamiz, vaqtimiz uzoq bo'ladi, ko'p ketadi. Simulyatsiyada do'stlar, qurbonliklar bo'lmaydi, qurbonliklar kamroq bo'ladi va vaqtimiz tejaladi va biz o'sha narsani, demak, immunitetini o'zimizda shakllantirishimiz mumkin bo'ladi va aynan simulyatsiya metodini biz indokda qo'llaymiz. Xo'p, qanday qilamiz bu narsani? Keling, shu tizimni umumiy strukturasini sizga o'rgataman. Siz indokka kelganingizda eng oxirgi ma'lumotlarni har bittasini qadamma-qadam yangi platformada gamifikatsiya, ya'ni o'yin ko'rinishida ma'lumotlarni videoda o'rganasiz. Ya'ni videoni ko'rasiz, har bitta ko'rayotgan videongizga o'zingizga coin olasiz, ya'ni ballar olasiz. U ballarni keyinchalik, demak, o'zingizni personajingiz bo'ladi, ya'ni ko'rinishingiz bo'ladi, xuddi o'yinga o'xshagan va coinlarni aynan o'sha personajda ishlatsangiz bo'ladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, juda ham professional ustozlar tomonidan videolar olingan va videolar qisqa videolar. Shu videolar orqali siz birlamchi o'zingizga bilimni olasiz. Va bu bilimni keyin do'stlar, ikkinchi bosqichda mentor bilan savol-javob ko'rinishida, demak, mustahkamlaysiz. Demak, mentor sizga savol beradi, eng hayotda uchrash mumkin bo'lgan savollarni, ya'ni bilimlarni sizda o'zlashtirilishini ta'minlaydi. Qanaqadir savollaringiz tug'ilgan bo'lsa, videoda siz tushunmagan bo'lsangiz, mentor sizga juda ham professional holda tushuntirib beradi. Chunki biz qo'ygan mentorlar, demak, yuzlab, minglab bolalarga, demak, talabalar va shifokorlarga ta'lim berib kelgan, aynan USMLE borasida xohlagan savolingizga javob bera olishadi. Va uchinchi bosqich do'stlar, demak, mana bu bosqichda siz bilim olasiz, kuchli bilim olasiz va uchinchi bosqichda do'stlar, aynan shu mavzuga tegishli bo'lgan case'larni Indok Question Bankda, o'zimizning Question Bank bor, aynan shu Question Bankda ishlab chiqasiz. Demak, bilimni kuchli oldingiz va aynan o'sha bilim hayotda qanday keladi, qanday siz hayotda ko'rishingiz mumkin shu kasalliklarni case orqali
o'rganasiz. Va case'ni ham do'stlar qanaqa ishlash kerak? Case solving skills, ya'ni qanaqa qobiliyat bo'lishi kerak testlarni oson tez ishlash uchun. Aynan shularni do'stlar ikkinchi mentor o'rgatadi. Demak, siz bilan do'stlar 3 ta ustoz shug'ullanadi. Birinchi ustoz tajribali ustoz videoni olgan, ikkinchi ustoz siz bilan savol javob qiladi, uchinchi ustoz siz bilan case ishlaydi. Ya'ni siz natija ko'rsatishingiz ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Bu tizimdan yurayotganingizda agarda biz aytgan ishlarni o'z vaqtida qilib boradigan bo'lsangiz do'stlar, hali aytgandek kuchli bilimni o'zlashtirasiz va caselarni o'z vaqtida o'zimizni biz aytgan aytaylik darajada, levelda, foizda caselarni ishlab boradigan bo'lsangiz, siz katta ehtimol bilan yaxshi shifokor bo'lishingiz ehtimoli oshadi. Do'stlar, mana shu 3 ta bosqich albatta mustahkamlanadi yakuniy va oraliq imtihonlar orqali. Ya'ni misol uchun embriologiyani oladigan bo'lsak, umumiy 15 ta lesson bo'ladigan bo'lsa, 6-lessondan keyin oraliq va oxirida yakuniy imtihon bo'ladi va mana shularni siz 65% dan yuqori ishlaydigan bo'lsangiz, siz katta ehtimol bilan embriologiya bo'yicha professional, demak, shifokor bo'lasiz. Ya'ni embriologiyani yaxshi o'zlashtirilgan shifokor hisoblanasiz. Mana shu tizim do'stlar sizni aytaylik manzilga, ya'ni tunnelning oxiridagi yorug'likka oson, tez va stresslasiz olib boradi. Ya'ni tizim qurilgan, shu tizim bo'yicha yurib bersangiz, shu tizim bo'yicha oxirigacha borsangiz bo'ldi. Biz shunaqangi qilganmizki, shu qadamlarni bosib o'tganingizda sizda hech qanday stresslar bo'lmaydi, sizga juda ham oson bo'ladi va bu narsa o'yinlar orqali ancha sizga yengilroq bo'lishini ta'minlaydi. Do'stlar, agarda sizga Indok o'quv markazida kuchli, sifatli bilimni olish qiziq bo'ladigan bo'lsa do'stlar, sizni o'quv markazida ko'rishdan juda ham xursand bo'lamiz. Bu uchun do'stlar, mana shu videoni kommentariyasida link qoldirib ketilgan. O'sha link orqali o'ting, o'zingizni ism, familiyangiz va telefon raqamingizni qoldiring do'stlar. Siz bilan shu zahotiyoq bog'lanamiz. Sizni o'quv markazida ko'rishdan xursand bo'lamiz do'stlar. Birgalashib tibbiyotda yuqori marralarni zabt qilamiz. Sog' bo'ling do'stim, o'zingizni ehtiyot qiling. O'quv markazida ko'rishguncha.